O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. 2025-yil noyabr oyining 21-kuni Jinoyatchilar bo'yicha Mirzo-Ulug'bek tuman sudi o'z binosida ochiq sud majlisida sudya Xalik Nazarovaning raisligida, Maqsudovning kotibligida taraflardan davlat ayblovchisi tuman prokurorining katta yordamchisi Bekiyev, jabrlanuvchi Saydaliyev, Ahmedov, Yunusov va uning advokati Abduhashimov, Alimbayeva va uning advokatlari Rahimov hamda To'laganovalar, sudlanuvchi Rismatov va uning himoyachisi Qodirovlarning ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgan Rismatov Shahzod Bahrom o'g'li 1997-yil 8-iyulda Toshkent shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston fuqarosi, ma'lumoti oliy, bo'ydoq, muqaddam sudlanmagan, vaqtincha ishsiz, Toshkent shahar Yunusobod tumani Tashirin mahalla fuqarolari yig'ini Iftixor 5-tor 5/2 xonadonida yashab ro'yxatga olingan. Ish bo'yicha 2025-yil 10-martdan qamoqda, ayblov xulosasi nusxasini 2025-yil 16-sentyabrda olganga nisbatan 640-sonli jinoyatchini ko'rib chiqib, sudlanuvchi, jabrlanuvchilar va guvohlarning ko'rsatuvlarini tinglab, sudga taqdim qilingan dalillarni, jinoyatchi hujjatlarini o'rganib, ishda mavjud dalillarga baho berib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 463, 465, 471, 472, 473-moddalariga amal qilib sud hukm qildi. Rismatov Shahzod Bahrom o'g'li. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Rismatov Shahzod Bahrom o'g'liga Jinoyat kodeksi 168-moddasi 4-qismining A bandi bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilsin. Jazo o'tash muddati 2025-yil 10-mart kunidan boshlab hisoblansin. Rismatovga nisbatan qo'llangan qamoqda saqlash ehtiyot chorasi sud hukmi qonuniy kuchga kirgunga qadar o'zgarishsiz qoldirilsin. Sudlanuvchi Rismatovdan jabrlanuvchi Yunusov foydasiga 3,448,701,208 so'm, Saydaliyev foydasiga 925,769,852 so'm, Ahmedov foydasiga 464,672,126 so'm zarar undirilsin. Toshkent shahri Shohimtohur tumani Katta Oqtepa mahalla fuqarolari yig'ini Oqtepa ko'chasi 5A/3/4-uylar yuzasidan tuzilgan oldi-sotdi shartnomalarini bekor qilish yuzasidan fuqarolik ish yuritish tartibida murojaat qilish huquqi tushuntirilsin. Jinoyat ishi bo'yicha ashyoviy dalil sifatida olingan 2 dona flash karta, 3 dona tilxatlar, 3 dona disklar ish materiallariga qo'shib saqlansin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab, sudlanuvchi va jabrlanuvchilar hukm nusxasini olgan kundan boshlab 10 sutka ichida shu sud orqali jinoyatchilar bo'yicha shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishi yoki prokuror protest bildirishi mumkin. Hukm qonuniy kuchga kirgach, mazkur sud orqali Toshkent shahar sudiga kassatsiya tartibida shikoyat berishi yoki prokuror protest bildirishi mumkin. Raislik etuvchi Yunusov. Bundan tashqari